Assalomu alaykum. Bugun biz yangi tajriba yaratmoqchimiz O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun. Shuning uchun biz bu maydonni ko'ramiz. Bu yerda javdar bor edi. 4 hafta oldin uni silos qilish uchun yigib olishdi. Shunday qilib, O'zbekistonda odatda silos tayyorlagandan so'ng, taxminan 20 chimay atrofida yana silos tayyorlash uchun makka jo'xori ekishimiz mumkin. Va yerga ishlov berishning to'g'ri usuli qanday? Mana bu tomondan O'zbekiston dehqonlarining odatdagi usulini ko'ryapmiz. Yer haydash uchun omochdan, plugdan foydalanadilar. Bu yerda ko'rib turganingizdek. Lekin yer haydashning muammosi nima? Shudgorlashning birinchi muammosi buni hammangiz bilasiz, sizga ko'p kuch va vaqt kerak bo'ladi. Bizning maqsadimiz ko'proq vaqt va kuchni tejashdir. Ikkinchi muammo shu maydonda yerda tez orada suv edi. Ko'p suv. Agar siz yer haydashdan qolgan bu qismni ko'rsangiz, o'girsangiz, u juda nam ekanligini ko'rdingiz. Suv hali ham tuproqda va ayniqsa yer haydaganda. Tuproq juda nam bo'lsa, buni ko'rasiz va endi quyosh chiqqanda bu qismlarning barchasi tosh kabi bo'ladi. Misol bo'lishi mumkin, tuproq tobora qattiqlasha boshlaydi. Borgan sari qattiq tuproq. Buni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun endi disk bilan yana bir yoki 2 marta ishlov berishimiz kerak. Borona bilan. Bularning maydalash uchun kultivator bilan yana ko'p energiya kerak. Qarang, endi ularni sindirish uchun vositaga muhtojmiz kultivator, disk yoki boshqa biron bir narsa makka jo'xori urugiga yaxshi tayyorgarlik ko'rish uchun. Shuning uchun bu yana vaqt va energiyani anglatadi. Endi biz boshqa variantni qilmoqchimiz, kamroq yoqilg'i va vaqt sarflash. Biz bu yerda diskli tirgak bilan boshlamoqchimiz va keyin sizga keyingi bosqichlarni ko'rsatamiz. Birinchi navbatda javdarimizni yigib olgandan keyin nimani bilishingiz kerak? Yerga ishlov berish uchun tuproq juda qattiq va quruq bo'lgani uchun suv berdik. 5 kun oldin bu yerda sug'orilgan. Endi vazifa shuki, ortiqcha kutib o'tirmang. Chunki tuproq yana quriydi. Lekin juda erta qilsangiz hol-holatda muammolarga duch kelasiz. Lekin diskli tirma bilan bu pullikka qaraganda ancha oson ekanligini ko'rasiz. Hozir qanchalik chuqur? 6-7 santimetr. Bularning hammasini olib tashlamoqchiman. Men chuqurroq kira olmayman. Imkoniyat yo'q. Sakkiz 9 santimetr. Bu yerda ekish mumkin.
Ko'rganingizdek, biz diskli bo'ronidan foydalanamiz va ekinni haydagan yo'nalishimiz bo'ylab harakatlansak, bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu ko'pincha muammodir bizning o'simliklarimiz yerdan chiqmasligi. Mana bajarildi, lekin bu qator har doim siljiydi va o'z o'simliklarimizni olib chiqa olmaydi. Shuning uchun biz diagonal 10-15 daraja harakatlanamiz. Diskli tirma bilan haydasangiz suzuvchi rejimdan foydalaning. Bizning gidravlikamiz relyef bilan ishlay oladi. Diagonal bo'ylab harakat qilaylik. Juda yaxshi. Ikkinchisi bilan biz hamma narsani chiqaramiz. Lekin endi bitta qator yo'q. U ajralib chiqadi. Ajratilmaganga o'xshaydi. Lekin chiqmoqda.